meni o'ldirish uchun qotil yo'lashibdi. Va agarda bu qotil 10 soat ichida qo'lidagi pichoq bilan menga tegib olsa, sumkamdagi 50 million so'mni mendan yutib olishadi. Lekin men bu 50 million so'mni qotilga berish niyatim yo'q, shuning uchun tezroq bu yerdan qochishimiz kerak. Va aytgan o'rtoqlar, bu videoga biz juda qattiq tayyorgarlik ko'rganmiz. Ya'ni video davomida sizlar juda ham ko'p narsalar va juda ham har xil narsalar kutibdi. Shuning uchun video oxirigacha ko'ringlar. O'sha chiqishotdi, qochdik. Xuddi shu paytda sizlar nega omonni qotil qo'lyapti deb o'ylashingiz mumkin. Chunki men oxirgi paytlarda eng katta YouTube kanaliga aylanayotganim uchun menga dushmanlarim qotil yo'llashibdi. Va men bundan xabar topganimdan juda qattiq jahlim chiqdi. Va men bu qotilning ustidan kulmoqchiman. Shuning uchun ham endi tez narsalarimni yig'ishtirib, faqatgina eng kerakli narsalarimni olishim kerak. Va xuddi shu paytda stolimda Honor Taurus telefonini ko'rdim. Va men bu telefonni ham o'zim bilan olaman. Chunki bu telefondagi yangi AI funksiyalar menga bu qotildan qochishga ancha yordam beradi. Xuddi shu paytda albatta o'rtoqlar like bosinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men aynan mana shu video uchun 20 milliondan ko'p pul ishlatdim. Va bu degani sizlar har bir ko'rayotgan minutinglar menga kamida 5 ming so'mga tushyapti. Mana bu yangi telefon, gift box va mana bu yangi naushniklar ham sizlarga mana shu videoda konkursga beriladi. Mana shular. Va endi bo'lsa o'rtoqlar biz tezroq qochishimiz kerak. Va 100% bulardan yugurib qochmaydi, chunki bularning mashinasi bor. Va shu uchun biz tez mashinaga chiqa olamiz. Bizning taksimiz bor. Stop. Oyda. Chiqol, tez chiqol. Oo, sut qilganimizni qaranglar. Bir marta shu pichoqni qilsam bo'ldi. 50 million bizatga. Mashinaga. O'rtoqlar, lekin ular baribir orqamizdan topib keladi. Chunki men sukamda GPS o'rnatilgan. Ya'ni ularning telefonida qatladan qochib yurganim ko'rinadi. Lekin bizning ustun tarafimiz shundaki, GPS men qatib turganimni ularga rovni 10 minutdan keyin ko'rsatadi. Shuning uchun ham o'rtoqlar biz bu 10 minut ichida qochib ketsak yoki-da qayerda o'rnashib yashamoqsak bo'ladi. Bugun normalniy asabimni o'ynab tashlading lekin. Qayerga borishni yaxshi bilaman. O'rtoqlari, og'aynilari hammasi. Eng oson pulimiz shu bo'ladi. Bundan oson pul topish bo'lmagan. 50 million qattasan. Va hozir esa biz bozorga boramiz va 100% agar biz bozorga borib ham qiyofamni o'zgartira olsam, u meni buncha odam orasida topa olmaydi. Qat ketibdi, qarachi. Qara, GPS baribir kech ko'rsatdi bizga uni. Boshqacha yo'l qilamiz hozir. Yetmaganiga uni kimdir podderishga qilyapti-da, kimdir uni podderishga qilyapti. Texnik podderishkasi bor. Shoshma, asabiylashmagin. Hammaning diqqatiga. Kim Omonxon blogeri ko'rsa, hamma taniydi yo'lda. Bizga tez xabar beringlar, qaysi tomonga ketyapti, nima mashinada, tez xabar beringlar, xo'p? Bu paytda esa men bozorga yetib kelgan edim. Va endi o'rtoqlar biz bozorga yetib keldik va просто ichkariga kirib, tashqi ko'rinishimni o'zgartiramiz. Bo'lmasa endi nima? Men o'zimni qiyofamni o'zgartirishga, ya'ni cholgan enaman. Va endi bo'lsa o'rtoqlar, tashqi ko'rinishimni o'zgartirib, qari chol tusiga kirdim va endi bo'lsa biz o'sha haqiqiy killerdan yashinib olamiz. Va xuddi shu paytda men o'ylayman, aynan qayerda yashinib olish mumkinligini. No, to'g'risini bu chol qiyofam bilan любой odamlar orasiga kirsam, men topa olishmaydi. Va shuning uchun men endi bozorga kirib, odamlar orasiga kirib ketaman. Va shunda просто men mamlaq qilib yursam, hech kim meni payqamaydi 100%. Va eng qiziq o'rtoqlar, mana shu sig'di, mana shu kontent otganimiz uchun albatta like bosib qo'yinglar. Chunki bu sig'di meni buncha qichitotdi meni. Xuddi shu paytda qotillar esa Nimagadir shahar chetiga qochyapti. Bizani probkada adashtirib ketib yubormoqchimi o'zicha? Yo'q, bozorda odam ko'p bo'ladi. O'tda menimcha bozorga kirmoqchi. Ko'pchilik ichida topa olmaydi deb o'ylaydi. Deb o'yladi. Plani bo'yicha buni bozorga kirib, bizani aldamoqchi edi hozir bu. Bozorda katta bo'lganmiz-ku. Va men bu paytda berkinish haqida o'yladim. Kimning orasiga bunda kirosam, yashamasam bo'lmaydi. Lekin sizda GPS bor-ku. Biladi. Baribir yashagan taqdirimda menda GPS bor, baribir killer topib oladi. Shuning uchun men bu yerda просто to'xtamasdan yurishim kerak. Bo'lmasa bozor baribir topib oladi. Xuddi shu paytda qotillar men turgan bozorga yetib kelishgandi. Bozor ichida ko'rsatyapti. Toshni kirib ketdi ichkariga. Bozordan bo'lsa bozordan topamiz. Farqi yo'q. Bizani 50 millionni ancha-munchasini shu bozor o'zida ishlatib olamiz. Qolsa ikkiga bo'linamiz. Va, конечно, ratsiyalar bir-birimizga xabar berib turamiz. Men stroy material tarafga ketaman, sen produktlar tarafga o't. Va endi bo'lsa o'rtoqlar biz yana odamlar orasiga kirib oldik, lekin hali bir killer bizani ko'rmayapti. Eng qizi hammaga qarab kulyapti va ular bilishmaydiki, mana shu sumkam ichida 50 million so'm bor. Sen bu tomonni qara. Va yaxshi hamki o'rtoqlar, mana atrofimda odamlar ko'p va bu narsa menga har doim ustunlikka o'ynaydi. Chunki buncha odam orasida men farqlash qiyin. Faqatgina Sardor tipi yonimda bo'lgani uchun operator ko'rib qolish mumkin. Va agarda shunda ham agar biz Ulug'bekani yonimizda ko'rsak, shundagina Sardor, ya'ni kamera ushlab turgan odam sal uzoqlashadi. Va shunda ham yuz topa olmaydi. Chunki turishimni qaranglar, kim meni taniydi biladi. Sezib turibman mana shu atrofda. Lekin bilasizlarmi o'rtoqlar, agarda killerda qo'limdagi Honor Taurus telefoni bo'lganda, bu 100% men topib olardi. Chunki bu telefonda sun'iy intellekt yordamida fondagi odamlardan asosiy odamni ajratib olish funksiyasi bor. Shomasilar hozir buni sizlar bilan birga sinab ko'ramiz. Savdojon, men rasmga borasan va endi bo'lmasam o'sha rasmga kirib, Mametdagi AI redaktor knopkasini bosamiz va mana удалить прихожую, ya'ni atrofdagi hamma odam o'chirib tashlash knopkasini bosamiz. Va bu knopka yordamida atrofdagi hamma yurgan odamlar yo'q bo'lib qoladi. Va buni hozir xuddi mendan boshqa hech kim bozorda yo'qdek. Va bu odamlar yo'q joyda meni bemalol topib oladi. Va shuning uchun ham yaxshi ham killerda qo'limdagi Honor Taurus telefoni yo'q. Nima gap, senda bozordan chiqib ketmadimi? Va 30 minutdan keyin esa o'rtoqlar oradan yarim soat o'tdi va men hali ham shu yerda turibman. Hamma qarayapman, hamma qaragani uyalaman. Atrofda esa umuman killer ko'rmayapti hozircha. Nima gap? Qara, 15 minutdan beri bitta joyda turibdi. Ko'rasan, qimirlamayapti. Yaqinlashtirchi. Bu tarafda-yu, yurchi. Eng qizi bozor odam ekan va men ularni ko'ra olaman.
Ammo qiyofam o'zgartirganimcha ularni ko'rish qiyin bo'ladi. To'g'rimi? Ko'ryapti menga. Ko'ryapti? Da, ana. Ko'rasan? Nimaga yurdi? Qoch, yugurdi. Просто qochdi. O'sha, yur. Orqadan kelyaptimi? Stop. Просто qoch. Mana. To'g'rida, shirapada. O'rtoqlar keldi. Meni tutmoqchi. Shilapa. Bo'ying baland, qarasang-chi. To'rtga kira olamiz. Bilib, qattiq yashab olish kerak. Bu yoqdami? To'g'ri. Ulkan 30 yoshga yaqin. Biz aytmoqchi yurib yashab olamiz. Sen bunaqasi bor, orqasidan bor, men kesib chiqaman. Va keyin esa qotillar GPSga ishonib, men ular uchun tayyorlagan tuzog'imga tushdi. Shep zo'r, lekin men o'zim ko'rsatadigan paytim keldi. Bu paytda GPS meni mana shu xonada ko'rsatdi. Lekin aslida men bu yerda edim. Hozir kirib ketdi. Qotil ichkaridan meni qidirsa ham 50 million so'mning ichida ushlab turgan sumkani va biz yozgan sodda tuzoqni ko'rmadi. Bittasan chiq. Просто. Bay. Все. Qulf o'raldi. Просто surdik. Menga qara, omborga qamalib qoldim. Tezki, to'g'ri kirishingdagi 10 qo'ldagi ombor. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ani tezroq o'tib qochish kerak. Davay, Sardorda. Va kamida shu bilan biz yarim soat vaqt yutamiz. Qaysi biri? Taqillat. Halakat. Qanaqa qilib qamalib qolding o'zi? Sumka turgan ekan ichkarida. Ichkarida bizga yetib kirdim. GPS sumkada ekan. Sumka ichkaridami? Yo'q, olib ketib qoldi sumka. Men chiqarib o'rasanmi yo'qmi? Nafas ololmayman, havo yo'qman. Shu paytda va nihoyat burunlarim tagidagi men qoldirgan qulfning kalitini ko'rib qolishdi. Aman ham shoshib kalit topib ketmabdi, yaxshi. Chiq. Tutolsam menga qo'yib berasan, xo'pmi? O'zim mazasini qochirib tashlayman. Ha, agar qamab qo'ymasa. Bo'laqa. Buloqo, sen vaqt yutqazding. Kimni kaliti, kimni do'koni bu? Bo'pti, yursingchi, qo'ysingchi kalitni. Xullas, ketdik. Aman esa bu paytda avtobusga chiqib, u yordamida bo'tdan uzoqroqqa qochishni rejalashtirayotgandi. Va aning bo'lsa o'rtoqlar biz avtobusdan birortasi chiqib qolishimiz kerak. Prosta yuramiz bo'ldi. GPS orqali yo'lni ko'rib kelaman desam 10 minut bor. Ya'ni bu turgani ma'qul 10 minutdan kim biladi. Chapga. Balki yo'li nariyog'idadir. Yo'q, shu tomonda yur. Давай, chiqamiz. Avtobusda menimcha, bo'laqa. Avtobusda? Bor, avtobusga yugur. Ular orqamizga yugurib ketdi. Nima yugurmaysan? Qanaqa vaqt bor, yur, mashinada yetib ola qolaylik. Xullas o'rtoqlar biz hozir avtobusda bilmayman qaysi tarafga ketyapmiz. Lekin men hozir shuncha yugurib terlab bitirasan tushundimki, bu killerlardan hech qanaqasiga bunaqa yugur qilgan holda qochib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ana endi biz bu safar buni qochib emas, shunaqangi zo'r maskirovka qilib, shunaqangi zo'r berkiramizki, killer bizning yonimizda turgan bo'lsa ham bizni tanimaydi. Va aynan o'shanda ko'rasizlar. Men qanaqasiga sumkamdagi 50 million so'mni zo'r saqlab qo'yganim. Va albatta o'rtoq like bosib qo'yinglar, chunki buncha harakat bizga oson bo'lmayapti. Killer bizdan topgungacha biz hozir bironta restoranga borib, ofitsiant bo'lib olamiz. Bundan oldin men buni yuzimni tozalashim kerak. Va endi o'rtoqlar bo'lmasam, kafega keldik. Va endi men tezroq qiyofamni o'zgartirib olishim kerak. Chunki bu kafeda bunaqa turishda любой odam menga birinchi e'tibor qaratadi. Shuning men endi prosta qiyofamni o'zgartiraman. Va endi bo'lmasam o'rtoqlar men ofitsiant ko'rinishga o'zi keldim. Davayt endi bo'lmasam bu sumkani men yerga solib qo'yamiz. Va endi men rostdan ham bu joyda ofitsiant bo'lib qolaman menimcha. Men hozir olayotgan narsam killerlar meni topish juda qiyin bo'ladi. Chunki men ichkarida bo'laman, to ular ishga kirmaguncha meni ko'rmaydi. Tushunasizmi? Chunki bilasan nimaga? Oynada esa kunduz kuni отражение bo'ladi. Ya'ni aksi. Ya'ni aks orqali ular baribir o'zini ko'radi va ichkaridagi odamni to'liq ko'rolmaydi. Agarda qachon kunlar aql ishlab, balkim restoran ichida deb kirganida esa men o'sha restoran ichida ofitsiant yashamagan bo'laman. Mana shunda 100% o'ylashim bo'yicha bu killerdan kelib soatlab yashab yurishim mumkin. Va 100% o'ylashim bo'yicha killer meni qaysidir xonaga yashamagan deb qidiradi. Men uni oldida ofitsiant yurgan bo'laman. Lekin bilasizlarmi nima? Agarda killerda, menda bor Honor Taurus telefoni bo'lganda, u bemalol oyna aks ko'rsatsa, ya'ni отражение bersa ham bemalol telefonda sun'iy intellekt yordamidagi bittagina funksiya bilan shu oynadagi aks olib tashlasa bo'ladi. Lekin killer bu narsaga aql yetmaydi. Lekin men sizlarga buni ko'rsataman. Qaranglar. Shunchaki, men hozir oyna orqasida turaman, Sardor sarasini olasan, xo'p. Undan keyin telefonni o'zi o'sha oynaning отражениесini olib tashlab, bizga sifatli rasm qilib beradi. Hozir buni ko'ramiz. Va ay plastik knopkasini bosamiz. Undan keyin oxiridagi ubrat bliki knopkasini bosamiz. Va endi shunda u hozir juda ham katta fozdagi o'sha aksani olib tashlash kerak. Va bu o'rtoqlar mana qaranglar. Bu oldingisi edi va bu esa hozirgisi. Hozirgisi. Va yaxshiyamki killerda qo'lini turgan Honor Taurus telefoni yo'q. Agarda unda bu kuchli telefon bo'lganda, tasavvur qilma, ichkarida bo'lsam, bemalol tashqaridan ko'ra olardi. Tushunasizmi? Bitta topib qo'yish mumkin. Shuning uchun ham bu telefon faqatgina menda va hammaylar o'rtoqlar, men uchun biz bu yerda bir 10 minutga yaqin bo'lib qoldik va 100% GPS orqali killer bizani bu restorandaligimizni biladi. Shuning uchun sekin yuzlarini maska qo'yib, ofitsiant ko'rinishga kirib, rosta ofitsiantlik qilmasam ham aylanib yuraman. Bu paytda qotillarga meni joylashgan joyim ko'rindi. Masxara qilyapti. Men tushunmadim. Yo'q, boya qanab ketgani mayli. Hozir men kafega kirib olib masxara qilyaptimi meni? Ana endi omoqon.
shu joyida xato qildi. Men qilsa ham baribir yoshdi, qornim ochdi, bu narsa yeb olay degan. Endi Nasrin ham joyiga kelyapti. Eng qiziq o'rtoqlar o'sha kellinlik kelib qolishga ozgina qoldi. Va o'rtoqlar afsali qolmadi prosta. Va shu paytda mana shu restoranga qotillar kelishdi. Mana shu anchadan beri qimirlamayapti, qara. Mana shu pichog'immi? Ting 50 million yeysiz. Keyin o'zimiz 50 martalik obed qilsak bo'ladi pulga. Va shunaqa yemagan gaplar bilan qotillar restoranga kirib, ichkarida meni qidirishdi. Lekin men shunda oldilarida ishlab yurdim. Yaxshimisiz? Omonxon degan bloger kirmadimi bu yerga? Yo'q. Kirmadi? Yo'q. Lekin GPS shu yerda ko'rsatyapti. Agar zalda bo'lmasa, tualetda bo'ladi. Lekin men ulardan yashirinmagandim. Ya'ni ularni yonginasidan bir necha marta o'tib ketdim. Ular esa bunga e'tibor berishmadi. Qara, ketmadimi? Ketmadimi? Qimirlamayapti hali. Adashib ketib kimgadir tiqib olamanda. Yomon напряжение boshlanyapti jumanda borib. Qattiqdir bekinganda bor. Hamma narsani kutsa bo'ladi u bolani. Va keyin esa qotillar charchab stollarni birga o'tirib olishdi. Eshikka qarab o'tiraylik, chiqadi baribir. Qimirlamayapti, mana shu yerda qali ham. Sen omonni bilmaysan, men bilaman. Lekin mochoqlarda bilasanmi? Qatladan topib olardi bolalarni. Ko'rchi o'rtalar hozir o'nlikka o'tirib oldi. Faqat ko'rim necha ko'raylik. 2-3 marta oldin o'tib ketib ko'rishmadi. Ular yuzsozlarni nima topib qo'yish mumkin, shuning uchun aksiyanga o'xshab yana xuddi ko'rishda davom etaman va yuzsozni topolmaydi. Sen uzoqdan ma'lum qilib yonimda yurma. Lekin bu qarorim noto'g'ri bo'lib chiqdi. Chunki Sen eshikdan ko'zing uzma bo'ldi. Ofitsiant. yuzsoz tilamoqchi. Charchadim. Menu kerak emas, swapga bor. Eng qizig'i shuncha kamera bilan o'tib yuribmiz bu odamlar. Men ham takoy yuzimni yashirib do'diryapman. U sezmayapti. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Men lekin yuzsoz bilaman. Swapga degan bilan swap borishga borsam, yuzsoz meni tanib qoladi. Shuning uchun ham ana endi hozir kiyimimni o'zgartirib, jinni yoqib tez yugurib chiqib ketaman. Eng qiziq sumkam hali yashirgan joyda turibdi. Va endi esa navbat kiyim almashtirishga. Va endi o'zim o'rtoqlar yana kiyim almashtirib oldim va bu yana boshqacha berishim. Men bitta avtobusda o'tdi, lekin avtobus isbot qo'yingizchi. Все bo'lsa tushib yugurib, savzorga taksiga qilamiz. Tushunasan? Pul yutib olgandan keyin Bodrumga ketamiz bu. Hamma sekin. Qancha kelsing baribir. Shunisi bo'ldi. Блять. Okey, давайте. Sekin. Shu osamlikka elektroshokер bilan azoblayman. Menga qo'yib berasan azoblashni. Nima qilasan azoblar? Okey. Ular o'g'ani turibdi. Prosta. Endi Sardor bizning 10 minut vaqtimiz bor uzoqroq qochishga. Eng qizig'i sumkani sen olgin. Chunki menga yoshi osilib qoldi. Davlatga birikkanamizda. Undan keyin men Onur tomonidan obunachilarimga sovg'alar bor. O'shani aytishim kerak. Suv etdingmi? Qani kelmadi-yu. Suv qo'yib tur. Qo'zg'aldi. Chiqdimi? Sen eshikka qarab tur edingmi? Yo'q, ko'rmadim. Orqa eshigi bormi kim o'tdi? Mana qara. Yur. Amchi bu tomonga. Yo'ldami? Yo'lda, mashinada. Mashinadami o'zi? Tez ketyaptimi? Cho'ta tezlashib ketdi. O'ylashim uchun hozir o'sha bo'tda bizdan ko'rishmaydi. Davlat endi menga Onur paketlarini beringlar. O'rtoqlar, mana Onur tomonidan faqatgina Omonxon, ya'ni men obunachilarimga sovg'alar berilgan va bu sovg'alarni men sizlarga beraman. Birinchisi bu video davomida men ishlatayotgan va menga yordam berayotgan telefon Onur Tourist bo'lsa, men obunachilarimga Onur kompaniyasi bu telefonning akasi, ya'ni Onur Tourist Pro telefonini bera olmoqchimiz va nafaqat bu, balkim Onurdan ajoyib naushniklar va uchinchi bizdan sizlarga bergan sovg'amiz bu Onur gift boxi. Va albatta o'rtoqlar, bu sovg'alarni yutib olish unaqa qiyin emas. Buni atiga 3 ta shart bor. Birinchi sharti hozirroq mana shu turgan videongizga like bosing. Ikkinchi sharti albatta kommentariyaga o'tib Onur so'zni yozib qoldiring. Va uchinchi sharti bo'lsa o'rtoqlar, pastda silka qoldirgan mana shaxsiy Telegram kanalimni, o'sha Telegram kanalim orqali g'oliblarni aniqlaymiz. Albatta mana shu shartlarni bajaringlar. Lekin bitta narsani esdan chiqarmanglar. Agar sizlar mabodo Telegramdagi randomizer orqali g'olib deb aniqlansangiz ham, agarda mabodo like bosmagan bo'lsangiz yoki kommentariyaga Onur yozmagan bo'lsangiz, men sizga bu savollarni bera olmayman. Chunki shartlarni bajarish kerak. Shuning uchun ham hozir shartlarni bajaringlar va endi bo'lmasam bularni yana qayta joyiga solib qo'yaman. Chunki bular meniki emas, obunachilarimniki. Biz bo'lsa yana sekin qochamiz. O'ylashim bo'yicha hamma konkurs haqida tushundi va endi voy bilet. Avariya bo'lib ketmaysin qoldi. Shoshmang, inqilob hozir qancha vaqt qalbingizda bor? Hali yana 6 soat bor. 6 soat qayerga qochaman hozir? Hozir Libobda mashina o'tadi. Tap yo'lga chiqib to'xtatib, tashab qo'ying deymiz. Brat, to'xtating. Bratanim, taksimisiz? Taksi, давай, chiqdik. Ana endi prosta o'rmonga qarab suramiz. Va ana endi bo'lmasam o'rtoqlar, biz o'rmonga keldik va men bilan Boburello. Yes. Va bilasizlarki, o'rtoqlar killerlar o'sha biz tarafga qarab yurib kelyapti va men hozir bu o'rmonda berkinishim kerak. Tak. Qayerga berkinsam bo'ladi? Yo'q, qarang, daraxtga chiqib qolishimni o'ylashim mumkin. Lekin mamlaqa o'tlanchiga kirib-olsamchi? Da, тоже yaxshi variant. Ya'ni hozir agar shunaqa qilsang, yonimizdan o'tib ketadi, lekin ko'rmaydi. Mashina yotib, yubodan poyla o'tiraveraman. Qanaqa qilib poylasa uzoqdan bo'lsa? Meni qo'limda Onur Tourist telefoni bor, bunda super zoom bor. Eng uzoqdagi narsani ham 30x yaqinligida yaqindan ko'ra olaman. Masalan, sizda qaysi telefon bor hozir?
56. Bunda necha x qoldi? 10. Solishtirib ko'ramizmi? Yutqazasiz. Go'mi? Go. Bu o'zingiz qarang, qarang. Bu to'g'ri turgan daraxtni siz telefoningizda, men telefonda rasmga olaman. Давайте, men o'zim nastroy qilib olaman. Nastroyga yordam bermaydi. Chunki i6da mendagi mo'shni sun'iy intellekt yo'q. Davay, oling. Bo'l, mana shu kadr olasiz. Ana endi esa men 10 nurda olaman, qaranglar, qaranglar. Sizda Atik 10X midi? Qarang. Men daraxtni yanada yaqinroqdan ko'ra olaman. Ko'rasizmi? Men bu yerda mana AI kronkasi chiqyapti. Tak. Men mana shu AI kronkasini bosam, bu mana. Masalan, mana shu kadr rasmga oldim. Olingan rasmni sun'iy intellekt yordamida bu mana. Ko'rasizmi? Pastda sun'iy intellekt yozish chiqyapti. Mana shu sun'iy intellekt yordamida ham sifatini ham oshirib beradi. Eng qiz batareyasi sizga qancha? 5000. Meniki 6000. Bratanim, hech qanaqasiga i6 bu 10 Touris modeli bilan solisha olmaydi. Okey. Mana Mana qarang. ko'rsating rezultatni. Hozir mana shu i shuni to'g'rilyapti. Mana. Wow! Voy bilin. Okey. Oching rasmingizni. Ikkala rasm ham ekranda. Insof bilan o'zingiz solishtiringlar. Qayta talashmang. Bo'ldi. 5 oqqa o'ring. Bo'ldi. Va ana endi bo'lmasam, mana shu teshikcha borib ko'rasam, mashti berkinaman hozir sumkaga yiqitib bo'ling, chunki sumkaning ichida 50 million so'm bor. Va bu paytda qotillar ham o'rmonda edi. Menga qara ichkariroqni ko'rsatyapti bu. Bu safar toshni qocha olmaydi. Bunaqa tabiatni men yaxshiroq bilaman. Buni hisobga olish kerak edi. Ha mayli, ana endi bo'lmasam, prosta bargli kiyimimni kiyib olaman. Va men ana endi o'rmon odamiga aylandim. Kiyimimga baho berishingiz mumkin. Va bilasizlar, bunaqa harakatimiz uchun like bosish kerakligini va men endi mamlakatga olishim kerak. Wow, omonxon qani? Sizlar esa o'zaro yashab olinglar. Shu o'zaro polib turasizlar. Xo'p, sumkani men bunday qilib, anaqa qilib olaman. Endi restoranni tushunsa bo'ladi, odam ko'p edi. Bunaqa joyda qimirlagan odamni bittada yetib olamiz. Va men esa o'rtoqlar bu paytda mana shunaqa joyda hozir bekinib yotibman, yuzim yerga qaratib, chunki men shu holda ko'zga tashlamayman. Hozir samый главныйsi bizning rejamiz o'xshasa bo'ldi. И дальше biz yuguramiz. Va xuddi shu paytda qotillar men tomonga yaqinlashishdi. Mana shu tomonga yura qolgan o'rtada toshni mashitdi. Kelishyapti. Odam yo'q joyiga ham kelasanmi? Topdik, bo'ldi. Toch Keldi, mana shu. Shotmi? Mana toshni shot ko'rasizmi mana? Iskavat qilib daraxtga chiqa olmaydi-yu. Sumka ham ko'rinmayapti tepada. Kattasan, omon. Va shunaqa qaltis vaziyatda Boburova men aytgan ishni qilib, menga yordam bermoqchi bo'ldi. Qancha do'stlar, chalg'itish vaqti keldi. Давайте qilamiz bu ishni. Basratda, eshitib, ketdik, yugur. Ha, qo'lga tushdi. Yugurib ketishdi. Omon, yuring. Ketdimi? Ketdi. Yuring, tez. Sardor. Qochdi. Ularni mashinasini aytdi. Qarang, nima qilamiz? Ballonni satirib ketamiz mashinasini. Ballon? Давайте. Vaqti yo'q, mayli, keyingi safar. Yuguring, brat, yuguring. Oxirgi tochka masjid bo'lishi kerak. Bozor, restoran, odam ko'p joy. Qochirib yubordik, lekin o'rmonda chiqarib yubormasligimiz kerak. Bizda mashina bor, unda mashina yo'q. Va ana endi bo'lmasa o'rtoqlar juda isib ketdim, shuning uchun ham tez kiyimni o'zgartirib olaman. Chunki o'rmondan qochib ketishga men 10 minut vaqtim bor. Shuning uchun ham ustimga yengilroq narsa kiyib olishim kerak. Va men yana o'zimni metchimni boshqa rangida paydo bo'ldim va mana bu o'tdan yasalgan kiyimni esa ket yuguramiz. Ikkinchi sumkam qani? Qolib ketmadimi? Voy, 50 million so'm biza bilan qotillarni mashinasi ustiga tashlab ketamiz. Voy. Chosiz Biram mashina ustida. Ay, kelib turib asaba buziladi. Bo'ldi. Keyin ular mashina bu yoqqa qarab turibdi, demak bo'lib bu yoqqa ketadi, biz o'zimizga yoqqa qochamiz. Xuddi shu paytda qotillar Menga qara, boshqa joy ko'rsatyapti o'zi, qimirlashib boshladi. Voy, ketyapti. Mashinaga chop. Cho'ch. Nima u? Bilmayman. Nima bu? Kamuflyaj. Omon! Ketdik. Men senga aytdim, to'g'ri ko'rsatdi, o'sha yerda dedim. Alam qotgani bor, bu darajada ahmoq bo'lib qolishimiz kerak emas-ku. Va nihoyat o'rtoqlar biz o'rmondan chiqib yana mashinaga o'tirib oldik va ana endi biz yana yangi joyga qarab qochamiz. Bilasizlar, Toshkent ichida Toshkent dengizi bor. Biz endi o'sha Toshkent dengizida borib, suvning o'rtasiga chiqib yashamoqchimiz. Lekin meni kuzatuvchilarim eslasa kerak, men Toshkent dengizida 24 yashab qolganman. Va o'sha payt kim bilan yashaganimni men eslasa kerak. Komolga qahhor yordamlar kerak bo'ladi. Assalomu alaykum omonxon obunachilari. Men bilmayman, men bilmay nima qilishim kerak, no harakat qilaman shu omonxonni qanaqadir killerlar o'ldirib pulini olib qo'ymaslik uchun. Yo, dengizda hozir nima qilmoqchi suzasizmi siz dengizda? Kema olamiz? Kema topsak bo'ldi, ish qilib topa olsak bo'ldi to'g'riroq kemani. Hozir borib kemani topamiz. Va ana endi o'rtoqlar biz Toshkent dengiziga keldik. Ana endi tezroq o'rtasiga suzib olishimiz kerak. Bilmadim qanaqa suzib olasiz, lekin bizda kema tayyor, eng muhim masala. Da, o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin bizning kemamizni.
va ana endi o'rtoqlar kemamizni bu dengizga tushiramiz. Va keyin esa suvga tushib oldik. Ana endi o'rtoqlarga so'z qo'shdi. Как будто kelamiz hozir cho'kib ketadi, borishi kerakmidi? Xullas sumkamda GPS bor. Bu GPSdan meni koordinatlarim har 10 minut to'la yetib boradi. 10 minutda? Ya'ni 10 minutda ichida ham shaq keladi. O biza suzguncha kelib qoladi-yu ular. Shuning uchun tezroq o'rtaga qarab suzishimiz kerak. O charchab qoldimmi? Va bu paytda qotillar bizani qattaligimizni bilgandi. Va qara, u suv o'rtasida ko'rsatyapti-yu, nima bu? Suv tagiga bekinmoqchimi, buni maqmoqchi? Bilmayman, yer tagida bo'lsa ham farqi yo'q menga. Nima bor, vashshi g'alati ishlar qilyapti, bor. Osmonga uchsa oyog'idan, suv tagiga kirsa qulog'idan tortib olaman. Vobshe shuncha harakat uchun hozir o'zida like bosib qo'yaman. Atmosferani qaranglar o'rtoqlar. Atrofni o'gin. Xullas o'rtoqlar, bizni уже qotil. O'rtadamiz. Yo chayqamang. Nima chayqamayman? Va bizning xos taktikamiz bor. Sizlar o'ylashingiz mumkin. Mana qirog'idan ko'rinasizlar, o'zingizlar kichkina kelin turgan bo'lsa, sizlarga biladi, deyishingiz mumkin. Lekin bunaqa bo'lgan holda, ular prosta o'tdan keladi, biz esa boshqa qirog'iga qarab qochib ketamiz. Va shunda o'ylab tog'li suzib o'tgungacha meni juda ko'p vaqtim bo'ladi, yana tezroq qochib ketish uchun. Shuning uchun biz biristamiz. Bu uchun Komilga Qahhorovga katta rahmat. Komil Qahhorov legenda deb yozib qo'yinglar. Shu yerdami? Ha, ana o'ng tomonda suv ko'ryapsanmi? Mengacha o'rmonda ham quloq solmadingda, mana shunaqa bo'lyapti. Asabiylashib ketyapsan-da, prosta. Aniq reja bilan ish qilmayapmiz biz. Bizda bitta muammo shu bo'lyapti. Bo'ldi, bu yoqqa prinsip, уже pulli ham qiziq yo'q menga hozir. Tushashim kerak bo'ldi, tamom. Nima qilamiz hozir ular kelguncha? Zerikib ketdim, nimadir qilaylik. Давайте mana suvning tagida baliq bo'ladi, tashmo'riydi. Hop. Day suvning tagida baliqni rasmga olamiz. Qanaqa rasmga olasiz? Men telefonim tiqib o'tirmayman lekin. Xuddi shu narsa uchun ham videoni boshlab bir cho'mos tilaymani. 10 nur 400 bizga kerak bo'ladi. Bu 10 nur 400 suvda nafaqat prosta ishlaydi, balki rasmga ham oladi, ishonasizmi? Isbotlang. Mana telefon va suvga prosta soldim. Mana suvda turibdi. Va lekin undan keyin ham ishladi. Даже eng qizig'ini aytaymi? Bir qator bo'lib suvga teggandan keyin tepa sensor ishlamasdan o'zi skron qilib bosib ketadi. O'chib qoladi даже. No da. Lekin bunda unaqa qo'ydi, mana qarang. Suvga tushdi lekin ishlaydi, ko'rdingmi sensor? Ya'ni hech qanaqa o'ynamaydi. Bu bitta rasmga olib qo'yman shu yerda. Oy. Ana qarang. Ko'rdingizmi? Oy, mana o'rtoqlar rasm qanaqaligi videoda chiqdi mana. O'zingizlar shu rasmga kommentariyada 1 dan 10 gacha baho berib qo'yinglar. Nima deb o'ylaysan, kimdir yordam beryaptimi-ekan unga? Aniq u. Bitta o'zini asli, bitta o'zi eplolmasligi aniq-da, uni kimdir yordam beryapti. Oxirgi tochkasi mana shu. Mana qara, men motorda uchib qayiqda yurganlar, qattiq olgan qayiq. Menimcha arendaga beradigan joy bor shu atrofda. Topki. Bo'pti, ko'zdan qochirmagin, GPS kerak emasmi senga? Yo'q. Va shu paytda bizani qo'layotgan qotil dengizni ko'zdan kechirayotganda bizani payqab qoldi. Va shu paytda biz ham qotilni ko'rdik. Omonxon. Как будто ana o'shalar mas'ul qora kostyumdagilar. Qora kostyum? Yo'q, bilan kelyapti. O'rtoqlar. Yo'q, chapga. U antiqroq qarab turamiz. Alo, qayiq topdingmi? Tezroq olib kel, men ko'rdim ularni. Tez meni oldimga olib kelgin qayiqingni. Bo'l. Vaqt yo'q. Bo'la qolgin. Farqi yo'q qanaqa qayiq bo'lsa ham. Tezroq, Omonxon, tezroq. Siz olmaysiz. Eng qizig'i kemaga suv to'lyapti. Men nega rozi bo'ldim bu videoga chiqishga? Nega rozi bo'ldim? Xotiramang. Qattiq qolib ketdi bu. Datovo mashina timga keldi. Qayiqni ham kutib o'tira olmayman, ochig'i. Hozir boraman. Dirs. Tamom, o'yin tugadi. Va qotil mashinaqa jahl bilan suvga qarab yurib bordi va prikinchi u suvga tushib suza boshladi. O'rtalar qiroqqa qarash qoldik. Allohga suzotdilar. Bilet tezroq qochish kerak. Moment Biz o'tlar ustida yuribmiz. Suvotlar xalaqtirib o'tasiga. Ya, Omonxon tezroq suzmasam ular kelib qoladi. Mana o'sha qiroq orqaga olgan Sardor o'sha qiroq keldi. Bo'ling, siz dal yugurib ketavering, men qolaveraman. Va ozgina suzgandan keyin u charchab suvning o'rtasida qolib ketdi. Lekin uning yordamchisi o'sha kelib uni tezda qutqarib o'zini kemasiga o'tkazib oldi. Lekin ular baribir meni qo'layotgandi. Sumkam olib men prosta qochaman. Sardor Omonxonni ko'rib men charchab ketyapman. Shu. Bo'pti, Omonxon. Bu bilan dash kemaga chiqyapti, nodir qotdi. Bo'pti, Komil aka. Bo'pti, davaydi, charchamanglar, omad. Albatta kommentariyada Komil respekt yozib qoldiringlar. Bo'pti, yaxshi olinglar. Yuguring. Ular qasib kelyapti, eng qizig'i. Xullas o'rtoqlar, hozir o'zimizda mashinani topmasak bo'lmaydi. Chunki biz mashinani qochishimiz kerak. Hozir bordik. Baribir qo'lingga tushasan. Sen ushamay qo'ymayman. Va nima bo'lsa o'rtoqlar, mana shu joyda qabr qazib, mana shuning ichiga berkim olaman. Va challengeimiz tugashiga rumda 1 soatgina qoldi. Va 1 soat bemalol yaqinroq kelasan, mana bu yasagan korobkachamizni ichiga berkirib yashab olaman. Lekin bilsanglar o'rtoqlar, agarda men hozir mana shu berkirib qazdigan bo'lsam, kamida 1 soat qaziyman va bu payt ichida mana bu killerni tutib olish mumkin. Shuning uchun biz ekskavatorni chaqirdik. Va ana endi hozir biz ekskavator bilan rumlarni mana shu yerda kerakli chuqurni qazib olamiz.
Va o'rtoqlarim, mana shu mashina uchun albatta like bosib qo'yinglar. Va albatta o'rtoqlar e'tibor qaratishga kerak bo'lgan narsa shundaki, biz bu qabrda ham havo o'tkazilgan joyga qilganmiz. Ya'ni men ichkarida bemalol kelib bir soatlab nafas olib tura olaman. Mana esa bu yerda qabrini qazdiryapti. Qanaqasiga bunaqasiga masshtabli kontent qotgan kanalga obuna bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun ham hozirroq obuna bo'lib qo'yinglar. Va 10 minut deganda qabrimizni qazib oldik. O'sha tayyor o'rtoqlar kelinglar. Demak, men aynan mana shu joyda hozir yotaman. Endi esa navbat eng qiziq joyga. Va endi nima o'rtoqlar, mana shu qazgan chuqurimizga o'zimizni mana shu chiroyligina qizil qabrimizni joylashtirishga. Ish qo'zilib ketmasa bo'ldi. Hop, uch ko'tarildi deb aytib yo'q. Xo'sh. Buni ehtiyot qilish kerak, chunki men bundan berkinaman. O'rtoqlar, mana shu bilan bizani qabrimiz o'sha yerda. Va endi buni ham o'rnata olishimiz kerak. Va endi bo'lmasa tezroq iplarni kesib olishim kerak. Chunki hozir kiyimlar o'sha keladi. Men o'sha bu yerda ancha payt bo'lib qoldim. Va eng qiziq o'rtoqlar quyosh ham botyapti. Va taxminan yarim soatdan keyin bu chanosh tugaydi. Va sumkamdagi 50 million so'm menda qoladi. Lekin o'sha hozir harakat qilishim kerak. Hoppa, bo'ldi. Hop. Aha. Eng qiziq o'rtoqlar, mana bu qopqoqni ko'rib turganinglarda, hozirroq Omoxon YouTube kanaliga obuna bo'linglar va men esa buni qopqoqqa bu yoqqa qo'yib turib, ichkariga belgilashim kerak. Va endi esa navbat qabr toshiga. Va mana buni esa Sardor men ko'mirgandan keyin ustiga qo'y. Hop. Endi davayt men ham rasmga ko'rib ko'rish qanaqa ko'rinayotganini ko'raman. Va albatta bu suratda 10 nur to'g'ri telefonni olish kerak. Va bilasanmi, men nimaga aynan 10 nur to'g'ri telefonni rasmga oldirdim? Chunki bu telefonda rasmlarni video shakliga keltirishim bo'ladi. Masalan, qanaqadir yoshlikdagi rasmingni tiqsang, bu aynan o'sha yoshlikdagi rasmingdagi sani tiriltirib, qanaqadir xuddi videoda nimadir qilib bergandek qilib ko'rsatib beradi. Ayni hozir men tushgan rasmni ham ko'zingni oldida sun'iy intellekt yordamida video shakliga keltiramiz. Bu juda ham oson. Shunchaki galereyaga kiramiz va sozdать knopkasini bosamiz. Оживление foto, ya'ni tirilgan suratlar knopkasini ustiga bosamiz. Va undan keyin o'zimizga kerakli rasm tanlaymiz. Masalan, men boya shu qabrimni tushgan rasm zo'r chiqdi. Va endi просто da formatni tanlaymiz va endi bo'lsam ketdi, начать создать. Va просто 1 daqiqani ichida menga mana shu rasmni video qilib beradi. Va уже 85% qoldi va уже bo'ldi. Va endi videoni ko'ramiz. Mana qiladi, X kvadrat dajli qilatibdi. Va bu hammasi telefonimizning ichida. Alohida qanaqadir programma yuklab olish shart emas. Endi esa men tezroq ko'mirishim kerak. Birinchi sumkam berasan, chunki bunda 50 million so'm pul bor va endi ustidan ham yopsam bo'ladi. No, zato menda 50 million so'm bilan yastig'im bor endi. Hoppa, davay yopur. Yonimda fonarlarim bormi? Fonarlarim yo'q. Qorong'ida qolib ketaman. O'rtoqlar, men o'zi ko'miryapman. Stop! Va shu tarzda meni 10 minut deganda ko'mib tashlashdi. Va bu paytda mendan juda ham qattiq jahli chiqqan qotillar meni oldimga kelishayotgandi. Bo'l. Bu vaqtimiz kam qolyapti вообще. Bo'l. Qatga. Qara, mana shu sklat keladi o'zim qo'lda. Hamma yoq sklat, chap o'ngga kir. Qancha vaqt qoldi? Kam, juda kam vaqtimiz qoldi. Ko'rasan, meni tosh qo'yib qo'yibdilar. Tupoy deb o'ylayaptimi bu? Nima bu? Tushunmadim, nima bu? Hozir tushunamiz. O'sha o'rtoqlik kelishdi. Ey, Nima? qayerda bu? Shu yerda deb o'ylayapsanmi hozir? Mana-yu GPS. Menga qara, bu bizani yana ahmoqyapti. Yana ilyapsan hozir. Ular mana bottomasda bo'layapti. Eng qiziq bilan urishgungacha men vaqtdan yutaman. Tupoy emas-tur, shunchalik nagli ko'rinib yotmasa kerak mana shu yerda. Просто vaqt kam qolyapti. Menga qaragin. O'shaning ham uslub qilmaydi deb o'ylayapti. Bo'ldi, biz ketdikmiz, ha? Tushundingmi? Ketdikmiz, ha? Shuncha cho'chitdim bizani, shuncha ahmoq qildingmi? Indamay. Qara, menga biron marta quloq solmading. Bir marta aytganimni qilgin. Mana ekskavator turibdi. Shuncha rasxod qilib, просто takka qilmaydi-yu. Jan, nормально. Agar bo'lmasa-chi, sen to'laysan meni haqqimni. Tushundingmi? Davay. Birinchi skladda yo'q, menimcha ikkinchisida bo'lsa kerak, yog'i ham qaraymiz. Mana shuni bilmaydi deb o'yladingmi shunchalik, ha? Ahmoq deb o'yladingmi? 3 minutda. 3 minutda endi ko'rasan. Yaxshilikcha taslim bo'lsang, ayiyman lekin. Taslim bo'lib, cho'ttaman demasang agar, shestoka nakazat qilaman. Omon. Bugun normalniy asabimni o'ynab tashlading lekin. Gapir. Qara, gap sotmasa bo'la qolgan, qaziylik bo'l. Bo'la qolgan. Mashit kovlashga majbur qilmasin dedim-da. Cho'ttaman. Bo'ldi. Aka deganda ekskavatorga qazdirgan bo'lardim. O'ylashim bo'yicha bular buncha tez qazimaydi, chunki vaqtda yutishim mumkin. Va 5 minutdan keyin Bo'l, 30 sekund. Bo'la qol. Qoch. Davay, bo'l. Nima qildim? Nasa. Tugadi! Tugadi, men mas edim.
Ular boshqa joyda edi, o'sha yutqizdinglar sizlar. Ha, sizlar to'g'ri eshitdinglar. Men biz yasagan qabrni baribir kovlashlarini bilib, qabrni shunda oldida turgan ekskavatorni kovishga berkin olgandim. Va bu qotillar men kutganimdek yana meni tuzog'imga tushdi. Hujum vaqti tugadi. Yes! Kellerimiz meni tutamadi. 5 tashlab qo'ying. Ular 5 amadil qamayli. Boshqa bitta videoyingga chaqirmagin meni. Lekin rejamiz yomon o'xshadi. Hamma o'rtalar qaranglar. O'sha sumkadagi 50 million so'm ujum menda qoldi va agarda meni 50 million so'm pulim bo'lsa, nima buni yarmini obunachilarimga berishim kerak emas. Agar sizlar mana shu 50 million so'mni mendan yutmoqchi bo'lsanglar, shunchaki obuna bo'linglar va Omonxon kanalini kuzatib boringlar. Chunki bundan buyoqqa shunaqa masshtabli videolar chiqishini boshlaymiz. Eng qiziq Ulug'bekka xafa bo'lib qoldi. Ol kamerangni.